Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlı qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türkiyə parlament vəkilləri Beycanı ziyaret qıldı. Xitay Xalq Cumhuriyeti Mərkəzi Komiteti Xalqaralıq bölümü torunun 13 iyun günüdəki xəbərdə mundaq deyildi. 2026 yılı 6 ayının 11 günü Xitay Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin Tashqi İşlər Ministeri Liu Haixing Beyjingda Türkiyə Xitay Dostluq Cəmiyyətinin müavin rəisi Ersin Erkin başçılığındakı köp partiyalik Türkiyə parlament vəkilləri ömüki bilan rəsmi uçraşdı. Bu ziyaret Türkiyə bilan Xitay o'rtasidagi diplomatik münasibət o'rnatilganligining 55 yilligini xotirlash uchun o'tkazildi. Yig'inning muhim nuqtalari: birinchisi, siyosiy ko'pxillik. Yig'inga Turkiyadagi nurg'un siyosiy partiyalarning vakillari, jumladan hokimiyat beshidagi va o'qitish partiyalarning vakillari qatnashdi. Turkiyaning Beyjingdagi bosh elchisi Selçuk Önalmi qatnashdi. Ikkinchi, bir balvoq bir yo'l tashabbusi va o'ttiri koridor. Yig'inda Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusi bilan Turkiyaning o'ttiri koridor tashabbusining strategik moslashishi ta'kidlandi. Iqtisod, savdo, energiya, ul asliya va raqamlik iqtisod sohalaridagi hamkorlikni cho'nqurlashtirish qaror qilindi. 3. Siyosiy partiya filosofisi. Liu Haixing Xitoy Kompartiyasining Turkiyadagi barliq siyosiy partiyalar bilan do'stlik munosabatini saqlashni xohlaydiganligini bildirdi. U siyosiy partiya filosofisi orqali yerlik hukumatlar, taratqulat, aqllar markazlari va ijtimoiy tashkilotlar o'rtasidagi munosabatning kuchaydiganligini bildirdi. 4. Xitoyning 15 5 yillik plani. Xitoy Tashqi ishlar ministri Liu Haixing Turkiya vakillari o'mikiga tayyorlik bosqichida turayotgan Xitoyning 15 5 yillik taraqqiyot planining asosiy mazmuni va tuzish jarayoni to'g'risida ma'lumot berdi. Turkiya taraf bu planning Turkiya va boshqa davlatlarning iqtisodiy va texnik taraqqiyotiga tuhfa qo'shadiganligiga ishonganligini bildirdi. 6. Xalqaro moslashish. İki taraf taraqqiy qilayotgan davlatlarning manfaatini qo'g'dash uchun ko'p taraflik suhbatlarda bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida birdek ovoz chiqarishga qo'shildi. Turkiya vakillari o'miki yana Xitoyning O'rta Sharq masalasidagi odil pozitsiyasiga rahmat aytdi. Bu yig'inda asosiy manfaatlarga bo'lgan o'zaro hurmat qilishning strategik sheriklikning asosi ekanligi qayta ta'kidlandi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyor buningga 23 iyun kuni raddiya berib, vakillar o'miki bu ramkaga qarshi chiqmadi. Aksicha ular Xitoy Kompartiyasini maqtadi, Xitoyni muhim sherik deb atadi va munosabatlarni texmo taraqqiy qildirishga va'da berdi. Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi va Uyg'urlar va boshqa turk xalqlariga qarshi irqiy qirg'inchilik qilishiga bir og'izmi so'z qilmadi. Türk qarindoshlığı, İslam qarindoshlığı, o'rtaq kültür va o'rtaq tarix degan so'zlar Sharq Turkistonga kelganda sukutga aylanadi. Qadimgi Turk vatani Sharq Turkiston ishg'ol, irqiy qirg'inchilik va sistemlik yo'qotib etishga duch kelganda sukut qilish qarindoshlik emas, balki xiyonat. Xitoy Kompartiyasi Turkiya ko'p partiyalik vakillar o'mikiga bir-birining yadrolik manfaatiga hurmat qilishni munosabatning asosi qilib qo'ydi. Xitoy Kompartiyasining tili bilan aytganda, bu Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olish va Uyg'ur va boshqa Sharq Turkiston xalqlariga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizishni qo'llash deganlik. Adolat taraqqiyot partiyasi, Yaxshi partiya, Kelajak partiyasi, Saodat partiyasi, Paravan partiyasi, Davo partiyasi, ya'ni Turkiya davlati va Turkiya siyosatining digudek butun doirasi Xitoy bilan yaqin munosabat o'rnatish uchun Sharq Turkistonni qurbon qilmoqda dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 23 iyun kuni ijtimoiy axborot suhbatlarida Turk xalqining vijdoniga qayta bir qitim xitob qilib, Sharq Turkistonni Xitoyning ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiligiga tark etmang. Sharq Turkistonning ovozi bo'ling, qarindoshlaringizga ega chiqing. Bugungi kunda sukut qilish faqat Sharq Turkistonda emas, balki barliq Turk dunyosi va islom dunyosining o'rtaq vijdon va shon sharafini tark etishdan boshqa narsa emas dedi. Xitoy yangidan qayta ma'qullagan Millatlar Ittifoqligi qonunini chegara sirtidami kuchga ega degan. Xitoy azaldan Millatlar Ittifoqligi qonunini ijro qilib kelayotgan bo'lsa-mu, bu qitim Millatlar Ittifoqligi qonunini qayta ma'qullash orqali chegara sirtidagilarni nishon qilishni maqsad qilgan.
Reuters xabar agentligining 24-iyun kunidagi xabariga qaraganda, çarşamba kuni Xitoyning bir yuqori darajali katibashi Xitoyning Millatlar Ittifoqligi to'g'risidagi yangi qonuniga xiloflik qilgan chegara sirtidagi kishilarni nishon qilish huquqi bor degan va yana buning xalqaro amaliyotga uyg'un qonunliq va zarurligini eskartgan. Xitoy Sharq Turkistondagi turk xalqlari va Tibet xalqini o'z ichiga olgan o'zining ichidagi millatlarga qarata ijro qilgan bu qonunni bu yil martda qayta ma'qullagan. 1-iyuldan boshlab yo'lga qo'yiladigan yangi qonunda Xitoy Xalq Cumhuriyatining chegara sirtidagi kishilar va guruhlarning millatlar ittifoqligi va taraqqiyotiga buzg'unchilik qilish yoki milliy bo'lginchilikni shakllantirish jinoyati bilan qonuniy javobgarlikka tortilishi mumkinligi to'g'risida bir modda bor ekan. Bu Xitoy bo'lginchi deydigan Tayvan uchun andisha qo'zg'agan. Chunki Xitoy bu qonun orqali bo'lginchi deb qaragan Tayvanga qarshi turish asosini yaratdi. Kishilik huquq tashkilotlari yana xalqaro hukumatlarning chet eldagi Xitoy siyosiy jinoyatchisi deb bekitgan kishilarni qo'lga ilishga turtki bo'ladigan Interpol qizil uqtirishni ishlatganligidan shikoyat qilgan. Beyjingda bu qonun to'g'risida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Muavin Adliya ministri Hu Weili o'zining ismini oshkorlamagan ba'zi g'arb taratqullarining chet eldagi bu moddani burmilgan va xato tushundirganligini aytib, bu modda Xitoyning davlat ahvoliga asoslangan qonuniy prinsiplarga mos keladigan va xalqaro amaliyotga uyg'un qonunliq, zarur va amaliy qonun hukmidir. Dunyodagi barliq davlatlar davlat ichidagi qonun chiqarish orqali bo'lginchilik va buzg'unchilik harakatlarining oldini olish, ijtimoiy ittifoqlik va normal tartibni saqlash huquqiga ega. Bu chet eldagi qonunsiz qilmishlarga qaratilgan bo'lib, sirtdagi millatlar ishlariga chetishlik har xil qonunsiz qilmishlardan saqlanish uchun qonun ustidagi usullarini qo'llanadi. Qonunning chet eldagi moddasini ijro qilish Xitoyning egilik huquqi, bexatarlik va taraqqiyot manfaatini, shundaqla barliq millatlarning qonuniy haq, huquq, manfaatini unumli qo'g'daydi. Bu Xitoy bilan boshqa davlat normal xalqlari orasidagi almashtirish, ilmiy munozaralar, muzokaralar, iqtisod va savdo hamkorligi yoki boshqa faoliyatlarga ta'sir ko'rsatmaydi degan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyer Beyjingdagi yangi millatlar ittifoqligi qonuniy shakldagi faşist imperializm. Boshqa hech qanday kuch buni qilishga jur'at qilmagan. U Xitoy imperializmiga qarshi turgan har qanday odamni ovlash huquqini talab qildi. Bu hammaga tahdid soladi. Dunyo Xitoy imperializmiga qarshi turish kerak dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtiman Ala bu Xitoy xalqaro besimning xatarlik darajada kuchayishi. Yangi millatlar ittifoqligi qonuni Beyjingning osonliq millatlar deb atalgan millatlar haqidagi bayonlarini oyoq osti qilgan chet eldagi barliq kishilarni nishon qilish huquqini talab qiladi. U chet eldagi Uyg'urlar, Tibetliklar, Hongkongliklar va o'qituvchilarga besim qilish, qo'rqitish, tutqun qilishni rasmiylashtirdi va qonunlashtirdi. Ya'ni oila a'zolariga uyga qaytishga besim ishlatish, nazorat qilish, qo'rqitish, texmi nochiri qasdlab o'ldirish. Agar qarshilik ko'rsatilmasa, bu bir ulgu yaratadi. Diktator davlatlarning dunyo miqyosida so'z va fikrni boshqarish, jazolash huquqiga erishishni ilgari suradi. U oldi bilan Xitoyning o'z tanqidchilari orasida sinab qilinadi. Ondan ulgu sifatida eksport qilindi. Bu faqat Xitoy bilan munosabatlik emas. Bir tutash bayonlarni kontrol qilish bilan farqli qarashlar, erkinlik va inson haqlariga ahamiyat beradigan ochiq jamiyatlar o'rtasidagi oldingi saf urushi dedi. Türkiye Boğaziçi Üniversiteti Türk Tadqiqot Klubi Uyg'urlarni Turkiyaga ko'chirib kelishni zulmdan qutuldirish chorasi degan mazmunda maqola e'lon qilgan. Türkiye Boğaziçi Üniversiteti Türk Tadqiqot Klubi tori yaqinda klub a'zosi Yusuf Qaradengiz yozgan Sharq Turkiston ko'ch va Turkiya sarlavlik maqolani e'lon qilgan bo'lib, maqolada Uyg'urlarni Turkiyaga ko'chirish planiga qarshi iqtisodiy va bexatarlik e'tirozlarini oila birligini saqlash va yezigilik sohasiga markazlashgan planliq ko'ch orqali hal qilg'ili bo'ladi. Bu qadamlar ham ichki bexatarlik xavf-xatarni eng tuvan chekka tushirdi, ham turalg'i va ishga urilish masalalarini hal qilish chorasi bilan ta'minlaydi. Eng muhimi, Turkiyaning qarindoshlarini vataniga qabul qilishni, Xitoy bilan suhbatlashish Turkiyaning tashqi siyosatdagi obro'yini oshirdi va turk dunyosidagi rahbarlikni kuchaytirdi. Xulos qilib aytganda, Mustafa Cho'qayning deganidek, Turkiya har bir turk uchun ikkinchi vatan bo'lg'achqa, Sharq Turkistondagi zulmdan qutqizilgan Uyg'ur qarindoshlarimizning vataniga qayta jam bo'lishi ham tarixiy, ham insoniy mas'uliyat deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 25-iyun kuni buningga vaqtida inkos qaytirib, bu chora emas, balki oshkora xiyonat. Uyg'urlarni kelib chiqqan joyidan tezitish, ularni qutqizish emas, balki
Xitoy 76 yildan buyon nishon qilib kelayotgan Sharq Turkistonni butunlay yo'qotishdir. Bu yordam emas, bu mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lishdir. Agar siz samimiy bo'lsangiz, Falastin va Suriyaga yordam bergandek Sharq Turkistonga o'xshash yordam bering, dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor, bizning faqat bir vatanimiz bor, u bo'lsa Sharq Turkiston. Biz uni hargiz ishg'olchi Xitoylarga topshirib bermaymiz. Uyg'urlarni vatanidan ayirish, yiltizidan qo'mirib o'tish, Xitoylarga topshirib berish xiyonat bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan abadiy ishg'oliyatini mustahkamlab, uni butunlay xitoylashtirishga xizmat qiladi, dedi. Bir jamiyat patqoqqa bassa, uning bu holiga tushib qolishini sharafsizlarning sharafni da'vo qilishidan, sadoqatsizlarning xiyonatidan, munofiqlarning timsiqlab o'tishidan ko'rgili bo'lmaydi. Sinchilab qaralganida shu ma'lum bo'ladi-ki, aslida masala yuqorqilarning bo'lishi emas, balki sharga qarshi xayrning qo'shini harakatga o'tmaganlikdan, yoqqa turib itak bo'lishga rozi bo'lishdan, sadoqat ahli turib sadoqatning mujodalasini qilishga majolsiz qilishdan, haqiqat ahlining tugilib olishidan ko'rishga bo'ladi. Agar jamiyat patqoqqa bassa, sharning jinoyati qancha og'ir bo'lsa, xayrning javobgarlik surishtisimi uningdan qilishmaydi. Javobgarlik amaliyotda sharafsizlardan, munofiqlardan, samimiyatsiz xiyonatkorlardan so'ralmaydi. Chunki ular mas'uliyatkor emaski, javobgarlikka tortilsin. Ular javobgar emaski, mas'uliyatga surishti qilinsin. Ular jinoyatkorlar, gunohkorlar, inson qalbidan chiqqan va Tangrining g'azabini tilab tepishni yo'l qilib tanlagan xumslardir. Shunga ular jazodan boshqaga tortilmaydi, ammo sadoqatmanlarchu, haqiqat ahlichu, haqni bilganlarchu. Ularning ahvoli yuqorqilardan xatar. Ular aslida mas'uliyatkor ham javobgar. Mas'uliyatini ado qilmaganligi uchun ham gunohkor, hamda jinoyatkor. Chunki ular buzilgan emas, buzuq bo'lib olgan. Sadoqatmanlikni samimiy joriy qildira oladigan turib, sadoqatning mujodalasini sadoqatsiz xayrlarga tortqizib qo'ygan. Xiyonatni bilib turib, haqiqatning dafsanda bo'lishiga qarab turgan. Uni pash qilmagan, qarshi harakatga o'tmagan, jaholat tumanlarini tartib etish, zulmat qorong'uliqlarini ilm nuri bilan oydinlatish ko'yida bo'lmagan. Alayliq, ajaba qaysini jinoyati qaysidan og'ir? Buzilganmi yoki buzuq bo'lib olganmi? Shundoq. Zaman ba'zida emas, hamisha ajoyib edi. Shunga zamanni shar besib ketganlikdan xursinish ortiqcha. Agar rostla xursinishga to'g'ri kelsa, sharning zamanni qaplag'iniga emas, xayrning soyasini ko'rsatmayotganiga, sadoqatning, mardlikning, ma'rifat va haqiqatning ahli bo'lganlarning o'z ishini tepib qilmayotganiga, vafo ahlining, kurash ahlining mujodaladan bosh tortadigan, o'xsindigan holga tushib qolganiga xursinish kerak. Batilning davrang silishlariga, safsatining bozori chiqqaniga emas, haqning pasibonlarining yetishib chiqmayotganligiga, tutamiga chiqqidek haqiqat qo'riqchilarining qolmayotganligiga xursinish kerak. Vassalom. Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.